Mikyan Rusya'nın seylisi. Burunun burnusida intayin jiroq bir joyda bir chorvachilik maydoni bo'lgan ekan. Bu chorvachilik maydonining ichida yo'g'on bir tup olma darxi bor ekan va olma darxining tubida kichik bir to'xu katigi bor ekan. Bu to'xu katigida Russi ismli bir mikyan yashaydi ekan. Bir kuni Mikyan Russi katigida o'tirib, pek zerikib ketib, sayli qilib sirtqa chiqibdi. Lekin Mikyan Russining katigining ostiga bir osh tulki yoshirinib olgan ekan. Tulki tillarini sangultib, sho'lgini qitib turib, ajab, misimiz go'shtlik bir mikyan ekan. Men bu mikyanni tutib olib, toza mazza qilib yeychi deb plan qilibdi. Va asta-asta Mikyan Russining kayniga tushibdi. Durung, 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 durung. Mikyan Russi mengib o'ylig'i kelibdi va yo'g'on bir tup nashput darxining oldidan o'tibdi. Ve Mikyan Russining yonida bo'lsa bir temir tishliq tirnoq bor ekan. Tulki asta kelganicha, "Endi fursat keldi" debdi va hop qilib Mikyan Russining ustiga sakrabdi. Tulki Mikyan Russini tutib olibdimi? Yo'q, tutolmabdi. Çünkü tulki sehrigan peti tirnoqning temir tishlariga dasib olibdi. Tirnoqning sapiga qonqib tulkining beshining o'ttirsig'i qilib tegib ketibdi. Tulkining ko'zlaridan o't chiqib ketibdi. Voy beshim, voy beshim, voy beshim, voy beshim. Mikyan Russi bo'lsa hech ishdan xabari yo'q, saylisiga davom qildi. Ne yaptı? Kichik bir ko'lchakning yoniga kelibdi. Bu ko'lchakning yonida nimalar bor ekan? Yo'g'on ikki tal tosh bor ekan va toshning ustida ikki tal paqa bor ekan. Gulga qo'nib olgan bir kepinak bor ekan. Daraxtning ustida bo'lsa bir qush bor ekan. Mikyan Russi ko'lchakning yonidan menib ketib olsa, tulki asta kelganicha, "Endi fursat keldi" debdi va hop Mikyan Russining ustiga sakrabdi. Tulki Mikyan Russini tutib olibdimi? Yo'q, tutolmabdi. Chunki tulki sehrigan peti ko'lchakning ichiga polton qilib tushib ketibdi. Paqlar qo'rqqandan joylaridan sakrashib ketibdi. Qushqoch bo'lsa pir qilib uchib ketibdi. Mikyan Russi bo'lsa hech ishdan xabari yo'q, saylisiga davom qildi. La 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 la. Mengibdi va bir samonliq dövisining yoniga kelibdi. Bu samonliq dövisining yonida nimalar bor ekan? Bir bog'loqliq o'shki bor ekan va samonliqning ostida kichik ikki choshqon bor ekan. Mikyan Russi samonliq dövisining ustidan mengib ketib olsa, tulki "Endi fursat keldi" debdi va hop qilib Mikyan Russining ustiga sakrabdi. Tulki Mikyan Russini tutib olibdimi? Yo'q, tutolmabdi. Chunki tulki sehrigan peti samonliq dövisining orasiga kirib ketibdi. Mikyan Russi bo'lsa hech ishdan xabari yo'q, saylisiga davom qildi. La 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 la. Mengibdi va bir tugmallikning oldiga kelibdi. Tugmallikning ilmikiga yo'g'on bir tog'or un sig'liq ekan va bu ilmakning jipi bo'lsa Mikyan Russining putiga ilishib qolibdi. Tulki tugmallikning orqadan marab turib, "Endi fursat keldi" debdi va hop deb Mikyan Russining ustiga sakrabdi. Tulki Mikyan Russini tutib olibdimi? Yo'q, tutolmabdi. Chunki bir tog'a unning hammasi tulkining ustiga to'kilib ketibdi.
Mikyarusi bo'lsa, hech ishdan xabari yo'q, saylisiga davom qildi. La 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 la. Mengibdi. Maydonning atrofidagi yog'och to'saqning orqasidan o'tibdi. Bu yog'och to'saqning orqasida nimalar bor ekan? Orbular bor ekan. Bu orbular nima ish qiladigan orbulardi? Aslida bu qo'noq to'shiydigan orbular ekan. Tulki asta kayginicha amni pursand keldi debdi. Hop deb Mikyarusini ustiga sakrabdi. Tulki Mikyarusini tutib olibdimi? Yo'q, tutolmabdi. Chunki tulki sakragan peti orbuning ichiga tushib ketibdi. Orbuning choqi dumlab orva dumlab cho'kilib do'ngdan tushgan peti do'ng qilib har ko'naklarga suvabdi. Harla voz bizning uyimizni o'rayotgan kim deb chiqib qolsa tulki ishgan. Shuning bilan bu tulkini tutib toza bir cho'qayli ura deb hammasi tulkini qo'g'lab ketibdi. Tulki qo'rqqandan qutqizinglar deb qo'shqinicha jiroqlarga ketibdi. Mikyarusi bo'lsa hech ishdan xabari yo'q, saylisini qilib oxir kechki tomoqqa ulgurib katigiga qaytib ketdi.